Nega PUBG yo'nalishida kontent qilayotgan legendarniy kontent mekerlar kamayib ketmoqda bilasizmi? Chunki odamni zavqlantiradigan snayperskiy rejimi, Paylaund rejimi va turnirlarga hech kim o'z e'tiborini qaratmayapti. Razraботчиklar faqatgina Mirchudes degan modlarga o'z fokuslarini qaratmoqda. U yerda parkurlik va g'alati kartalarni targ'ib qilmoqda. O'yin ma'nosi aslida jangovorlik, lekin hattoki skinlarga ham har xil bo'lar bo'lmas ochiqdan sochiq qizlarni skinlarini qo'shib yotibdi. Men tanigan eng zo'r boshida aytib o'tgan rejimlarim qirollari bu snayperskida kardinal edi. Paylaundda hech kimni eshitmaganman, hattoki ko'rmaganman. Va turnirlarda senator. Siz o'ynaganmisiz o'sha rejimlarni? Like bosib kommentariyaga yozingchi. Menimcha shu videoni ko'rayotgan 75% odam hattoki eshitmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozirlarga shu kirib streamerlarni har xil kartalarda yutib olsa bas yetadi ularga. Yana nimamish? Yashina topaloqmish. Bu o'yinni yashina topaloq uchun emas, reaksiya va jang mahoratini oshiraman deb o'z yo'nalishida usta bo'laman deganlar kam va ularga hozirgi kunda hech kim e'tibor ham qilmaydi. Xuddi menga e'tibor bermaganingiz kabi.